Birodar, siz ishlaringiz yurishmayaptimi? Sinovdamisiz? Hayotingiz mashaqqatga to'lib ketdimi? Dod-devorgingiz keladi ba'zida. Ba'zida boshi berk ko'chaga kirib qolasiz, yo'l topa olmaysiz. Mana shunda bilingki, siz to'g'ri yo'ldasiz. Chunki oxiri baxt bo'lgan, oxiri najot bo'lgan yo'lning albatta sinovlari bor. Siz birma-bir kelasiz. Birinchi bekat sinov, ikkinchi bekat mashaqqat, uchinchi bekat qarzdorlik, to'rtinchi bekat baxtsizlik, ish yurishmaslik va hokazo bekatlari bor. Lekin biling, albatta astanovka, oxirgi bekat baxt bo'ladi, najot bo'ladi, farovon kunlar bo'ladi. Siz qo'rqmang, sinovli, mashaqqatli, o'sha dod-devorgan kuningiz bor-ku, mana shu kunda sabr qilib turing. Hech qachon orqaga qaytmang. Chunki siz yaqinlashdingiz. Baxt degan bekatga yaqinlashib qoldingiz. Agar siz orqaga ketadigan bo'lsangiz, yana o'sha bekatlardan birma-bir o'tasiz. Qarzdorlik, mashaqqat, sinov, og'ir kunlarga yana qaytasiz. Qaytmaslik uchun bosib o'tdingizmi? Demak, baxt bekati yaqinlashyapti. Siz ana shu bekatni maqsad qilingda olg'a surishda davom eting.